Toshni qaysi tomonga olib borib to'kaylik? O burchakka olib boringlar. Atga bo'lmaydi, nariyoqqa olib borish kerak. Atta nima qiladi yo'lni bo'yiga olib chiq. Hozir uchovlaring to'rt xil gapiryapsizlar. Kim o'zi bitta boshliq? Aka, ikkita madikorga to'rtta boshliq bo'lsa. Moy aka, madigar bozordan. Men to'rxona Kim aka, dedim. glavniy sizmi aka? Nima degani? Boshliqqa o'xshamayapmanmi? Mana boshliq bo'pti. Siz boshliq bo'lasiz. Kim saylagan batdasiz? Siz kimsiz o'zi? Men ham sizni 4 kishi mardikor kelgansizlar deb o'ylabman. O'zi sen boshchi ekanling, kimsanlar? Mani mahkama akani shaxsan o'zi glavniy qilgan. Qanaqa boshliqsiz? Mahkama kim o'zi? Ancha polnaysizlar bat. Kimsiz siz? Mani mahkamaga saylagan deyapman men. Qanaqasiga mahkamaga saylaysiz? Hozir mahkamaga kelib. Kechirasiz-u, madikor bozoridan siz olib kelgansiz. Pulimizni siz berasiz, ish tugadi boshda. To'xtab tur, hozir o'shani hal qilyapmiz. O'shani o'rniga metanni ochiritib bersam Bo'ldi, aka. Zo'r. Bo'ladimi? Qanaqa metandan o'chirib, mashinamiz yo'q-ku bizga. Yo'q, aka bizga pulimizni bering, soat 5 bo'ldi. Nima qilishyapsan yerimda? Ol mashinani, yaqinda shag'al to'kkanman bakka. Kim hozir? Ey, sanki. Tugamen chekili bo'ladi. Ikkita madikorga to'rtta boshliq. Big sight. New. Hey. Big sight. You know how this